Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarga yana bitta qora rangdagi gologimiz obzorini qilib beramiz. Bu gologimizni obunachimizdan biriga uylarning razmeriga moslab qilib berdik. Kreslo zakaz qilgan edi. Kreslolari bilan xudo xolasa mana chiroyli holatda qilib oyoqlari ham turetskiy fabrichniy noshkalar qo'yib berdik. Bu gologimiz общий holatda 6 metr 586 metr joyga tushaveradigan bo'ldi. Bu gologimiz o'zini razmeri 4,5 ga 2,5. Uchta katta tumbasi bor. Yog'ochlari sasnadan. Kimga shunaqa golog kerak bo'ladigan bo'lsa, bu gologimizni o'rtadagi xonadan tashqari bitta kreslosi bilan 7 million so'mga O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Yog'ochlari sasna, sidinalari reziniy paralon, orqalari o'zini materialidan bo'lgan, mana ko'raverasizlar. Qo'ng'iroqchani bosib, like, podpiska esdan chiqib qolmasin. E'tiborlar uchun rahmat. Sizlar uchun doimo xizmatdamiz.